Nimaga sizlarda cho'chqa go'shti yeyilmaydi? Ovqati halolmi deb so'raydi. Hozir bitta ajoyib voqea bo'ldi-da. Menga bitta tailandlik gid savol beryapti. Nimaga sizlarda cho'chqa go'shti yeyilmaydi? Nimaga o'zbeklar restoranga kirganda ovqati halolmi deb so'raydi deyapti-da. O'sha paytda rostman o'zbekligimdan faxrlanib ketdim, tushuntiryapman. Bu bizda bunaqa narsaga qattiq qaraydi. Cho'chqa go'shti mumkin emas. Tarbiya, ta'lim shunaqa bizda bo'lgan. Shunaqa o'rgatilingan. O'zi rostdan ham shunaqa mumkin emas desam, zo'r. Unda nega nasha chakishadi deyapti-da. Jim bo'lib qoldim. Nimaga unda restoranga kirib, ichib, o'sha konyak, aroqlarni ichib, ovqat zakaz qilganda ovqatingiz halolmi deb so'rashadi. Shunda ichkilik halolmi deyapti menga. Jim bo'lib qoldim. Nimaga endi mendan qizda so'rashadi? Bunaqa narsalar o'rgatilmaganmi deyapti-da. Nima deb javob berishni bilolmay qoldim. Ana o'sha paytda faxrlana olmadim. Va savoliga javob bera olmadim. Endi bizda shunaqada deya olmadim. Nima deb javob berishim kerak edi? Yoki-da nima deb javob berishim kerak edi? Shu vaziyatga tushib qoldim. Ha, mayli.